Adam aytib yurardi, yetaravurardi, brigadir bo'lib ishlardi, suvchi bo'lib ishlardi. 30-yilda yerlarini olib qo'ygan ekan. Bolam, bu yerlarda albatta bizga qaytib beradi. Shunaqa bir odam keladiki, Alloh suygan odam keladiki, bu yerlarni yana qaytib senlarga beradi. Sen shuni olasan dedi. Aytganmi? Aytgan. Yetaravurib aytgan. Shu zamirda yetaravurib aytgan. Otam aytgan. Otasidan olib qolgan ekan, shu bobomdan qolgan dalalarni men o'tgan yil 6-yilda qaytib oldim. Shu mana hozir men 41 million paxta bilan qo'shib hisoblaganda, bir yil 41 million haligi daromad qilaman. Ya 24 millionni mahsulotning yalpi narxi bo'lib hisoblanyapti. 17 million biz sof foyda ko'ryapmiz. Shu zo'r ekansiz hisob kitobga. Shu haligi rentablik darajasi 76% tashkil qilyapti. Voy, sizning ma'lumotingiz nima o'zi? Meni ma'lumotim o'rta maxsus. O'rta maxsus bo'lsa ham siz